Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli yurtdoshlar. Qanday sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan mana yana o'z video profillarim orqali ko'rishib turibmiz. Mana bugun 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami kuni munosabati bilan sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Sevimli ayollarimiz, qizlarimiz. Shu munosabat bilan men 8-mart bayrami uchun bir she'r yozdim. Shu she'rimni sizlarga o'qib eshittirmoqchiman. Buni sallohasi 8-mart keldi deb nomlangan. Qishni asta tugatib, bahor bilan yuzlashib, barchaga gul ulashib, 8-mart keldi. 8-mart keldi. Ochib keng etaklarni, terib ko'k jag'jaqlarni, shoshirib erkaklarni. 8-mart keldi. 8-mart keldi. Bahor keldi deb barcha xursand bo'lishar ancha, zavqqa to'lishar bir qancha. 8-mart keldi. 8-mart keldi. Gulga burkab olamni, tark ettirib alamni, yasantirib sanamni. 8-mart keldi. 8-mart keldi. Xotin-qizlar sho'x shodon, qahqaha otib handon bo'lib shirin suxandon. 8-mart keldi. Yigitlar izlab baxtin, qizlarga qilib axtin, tillo qilay deb taxtin. 8-mart keldi. Gullar tuting yoringiz, ular sizni oringiz, arzir bersiz boringiz. 8-mart keldi. Bugun sizlar izzatda, biz erkaklar xizmatda, doim bo'ling hurmatda. 8-mart keldi. Ko'ngillariz olaylik, cho'ntakka pul solaylik, dollar bilan siylaylik. 8-mart keldi. 2026-yil 3-oy 7-feslda yozildi bu she'r. Endi sizlar bilan xayrlashaman. Sog' salomat bo'linglar. Hamisha xonadoningizda xursandchilik, shodliklar arimasin. Yana qayta video profillarim orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. Sog' bo'linglar aziz vatandoshlarim.